Abdulatif aka to'singa gips kardo qotirib bo'lmaydi deyishardi. Hozir shunday yaxshi bo'lib ketdimi? Ha, bizga ko'p beriladigan savollardan bittasi to'singa gipsokarton qoqsa bo'ladi, faqat patolochniy обой yopishtirish kerak. Nimaiki tomga qachondir chiqilganda trishina berishi mumkin. Biz o'sha trishina berishini oldin olish maqsadida e'tibor bersangiz choklarga faskalarni ochganmiz. Bu obyektimizda umumiy yettixona bo'ladigan bo'lsa, yettixonasi hammasiga faskalarni ochib, bitta lazer uruvingga o'ldirib berganmiz. Plus trek lampalardan qo'yib berganmiz. 110 metr trek lampa ketgan. Ko'rib turgan xonadoningizda polli elektr montaj xizmatlarini ham o'zimiz qilganmiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana yerga pardalarga joy tashab ketganmiz. Bu pardani tagida o'zbek faner bor. U nima ish bajaradi desa, hozirgi zamonaviy pardalar og'ir bo'ladi, har qancha yuk ko'taradi. Kabel ko'rib turgan bo'lsangiz, pardaga ham отдельный освещениyaga kabel tashab ketganmiz. Ko'chadagi erkaklar uyi ichidagi ayollarni ko'rmaydi. O'shani ham hisobga olib, mana shu polli elektr montajlarni o'zimiz qilib topshirganmiz u yerlarga. Zo'r. Sizlar demak shunaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol sizga aloqa qilsa, bo'laverasiz. Xizmatingni edamiz.